Assalomu alaykum omak kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz iyiqchoqning tish tatqizishi. Bir kuni saharda mushuk iyiq bir ish bilan sirtqa chiqmoqchi bo'pti. U bolasiga: "Balam, tishingni cho'tkalashni, yuzingni yuvishni unutma ha? Kamput, qog'un, pechenlarni yema" deb tapilabdi. Apsi ketib iyiqchoq toza o'ynabdi va tuyuqsiz apsining so'zi yodiga kelib, darhol yuzini yuvib, burnini artibdi. Iyiqchoq tish cho'tkalashni ovorchilik deb biladigan. U: "Opam bugun uyda yo'q. Bu tish cho'tkalmaydigan yaxshi fursat ekan" deb o'ylabdi. Iyiqchoq o'ynab o'tib, nafsi taqillab ketib, to'mpichkini ichib, pechina, kamputlarni opdi. Ammo opsining so'zi yodiga kelib, yana qo'yib qo'yibdi. U to'mpichkidan bir quta asal bilan bir quta meva shernisini tepib, "Opam buni meni yema demagan" deb o'ylab, xushalliqida hijib ketibdi. Birdan bir qo'shq asalni tetib, "Voy, bek totliq ekan" desa, birdan bir qo'shiq meva shernisini tetib beqib, "Voy, ajabmi ochiq chuchukkan" deb yaviribdi. Yegan siri yegisi kelib, qo'shiqni kichik ko'rib, taxsiga to'kibdi. Unimi kichik ko'rib, cho'ng chiniga qo'yibdi. Asal bilan meva shernisini pak-pakiz yeb bo'lgan iyiqchoq naqshisini yana boshlayotibdi. U toza yayrab naqshi aytib o'tib, to'satdan: "Oyjon, oyay, bu nima ish? Tishim og'rib bo'lmayotidi-ku" deb voy sotdi. Hayol o'tmayla og'riq tasdidan: "Oyjon, oyay, endi og'riq tishimning yiltizi o'tib ketdi. Og'riqdan o'lay dedim" deb varqirashga boshlabdi. Yo'ldan o'tib ketayotgan to'shqantim uy ichidan chiqqan ovozni anglab uyga kirib, iyiqchoqning tishining og'riyotganligini bilibdi. U iyiqchoqning tishini tekshirib ko'rib, "Bir tal tishingni zamas qilaymiz. Yana bir tal tishingni tortib etmasak bo'lmaydi" debdi. To'shqan uni narkoz qilib, ombur bilan uning qurt yeb ketgan tishini toza tortishga boshlabdi. Texi tishimni dirlamay turibla iyiqchoq "Oyjon" deb varqirashga boshlabdi. To'shqanning kuchi yetmay, kuchukni yordamga chaqiribdi. Tishi yana dirlamabdi. Og'riq azobidan iyiqchoqning ko'zlaridan taramliq yosh quyilishga boshlabdi. Ular Aslanni yordamga chaqirgan bo'lsa-mu, tortgan tishining yermi sinib chiqib, yermi yana og'zida qoldi. Endi iyiqchoq zotili chidayolmabdi. Og'riq dastidan yerni tepichaklab ketibdi. Tibmu jiddiylashib, qora darga cho'milibdi. To'shqan yana qushqoch, fiyillarni yordamga chaqiribdi. "Bir, ikki, ayhonnas, bup" qilgan ovoz bilan tang hammaylar yerga yiqilib tushib, sinib qolgan tishimi yulinib chiqibdi. To'shqan tibib iyiqchoqdan: "Yana og'riyotamdi" deb so'rabdi, kulimsirab turib. "Yo'q, og'rimidi, ozroqmi og'rimidi" debdi iyiqchoq. To'shqan tibib iyiqchoqning tishiga dori sepib qo'ygandan keyin: "Buningdan keyin tishingni yaxshi astirgin, bo'lmasa birdan chirib tugaydi" debdi. Iyiqchoq anqirolmay ko'pchilikdan: "Nimishqa mening tishim og'riydi, sizlarning og'rimaydi" deb so'ragan ekan, kuchuk bilan Aslan birdek: "Biz har kuni tishimizni cho'tkalaymiz" debdi. Shuningdan e'tiboran iyiqchoq har kuni atdigan kechda tishini cho'tkalaydigan bo'pti. Uning tishimi og'rimaydigan bo'pti. Kichik do'stlar,
Bugungi cho'chakimiz mushu yergacha. Alloh omonat.